Ana endi navbatdagi komikni sahnamizga taklif qilamiz va bu bola Shohruzbek Hamdullayev. Bitta guldiroz olqishlar bilan marhamat. Hammaga assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi, zo'rmisizlar? Gap yo'q, Bobur toza ichaguzda hangomalardan aytib berdi. Zo'r kuldinglar. Rahmat. Mening ismim Shohruz, familiyam Hamdullayev. Bitta narsaga e'tibor berdim. Ko'pchilikda ana ikkinchi laqab bor ekan, ana klichka deydi-ku. Hamma u laqab kimnidir qobiliyatidan kelib chiqib aytilayotganda, meni qobiliyatimni bilish shart emas, laqabimni bilish uchun, chunki meni ko'chada ko'rgan любой odam polvon bo'ladi deb chaqiradi. Bu narsaga meni qizlarni o'zi o'rgatib qo'ygan, polvon bola bo'lishimga. Sababi kichkinaligimda yonimga kelib, "Voy buncha shirin bola bu. Buncha polvon bo'ladi", betimdan cho'zib, o'pib tashaveraydi. Men unga qiziq edimdan keyin ovqatni yurib katta bo'lgandan keyin toza yoqaman deb polvon bola bo'lib ketganman. Mana endi zamon rivojlanib, qizlarga bo'yi baland, kachok bolalar yo'q ekan. Lekin hali beri zalga chiqish niyatim yo'q, chunki qizlarga ham garantiya yo'q. 5 yildan keyin yana polvon bola yoqib qolishi mumkin-ku bularga. Yana qizlarga aytaman, qizlar nimaga sizlar buncha kibrlisizlar? Bunday bir osmon deydimi? Men yaqinda yaxshi ko'rgan qizim bilan endi restoranga pul yetmadi, oddiyroq joyga bordik. Boyagi qiz o'zicha mensimay ofitsiantni chaqirib, meni sho'rvamda pashsha bor ekan. Oshpazingni chaqir, menejeringni chaqir dedi. Men aytibman, unaqa baqir chaqir qilma. Mana sho'rvadagi pashshani mana nondagi o'rgimchak yeb qo'yadi hozir. Qolib ketmaydi debman. Oilada 3 ta erkakmiz. Akam, men, dadam. Hammani oilasida non problema bo'ladi, ro'zg'or problema bo'ladi, pul problema bo'ladi. Bizlarning oilada ana paypoq problemasi bor. U problema to'g'risi akam bilan dadamda bor, menga farqi yo'q. Kimniki bo'sh bo'lsa kelib ketaveraman. Lekin kimda akasi bor yoki kim aka? Akalar bo'lsa aytaman, nimaga uni endi uxlab tushlarni ko'rayotgan payt turg'izib suv ichkilan kelib qolaveradi. Endi uxlayman, ukatur suv ichkim kelib qoldi. Suv olib kelib berib, yana endi uxlagan payt uni olma yegisi kelib qoladi. Keyin men akamga aytdim, "Aka, siz kelajakda kelajagingiz porloq dedim, bir hokimiyatlarda ishlaysiz" dedim. "Keyin nimaga?" dedi. "Tinch uxlab yotgan xalqni yoqdan bu yoqqa yugurtiryapsiz, tamom" dedim. Samarqand, o'zim Kattaqo'rg'ondaman. Samarqand shahrida 4 yildan beri istiqomat qilaman. Bitta narsani sezdim, Samarqandda odam juda ham ko'p. Kunduz kuni mayli, kechqurun ham juda ko'p. Oyoq tashlashga joy qolmay qoladi. Magazin, supermarketlar 24 soat ishlaydi. Bizning qishloqda uncha odam yo'q. Mana 24 ga 7 deb ochilib qo'ygan magazin ham mana 9 dan keyin yopib ketaveradi, odam kelmayapti deb. Keyin men ISFT xususiy institutida magistraturada o'qiyman. Bu yerga chiqishimda tanishlarim aytdi, o'sha ISFT haqida hazil qiling dedi, zo'r ketadi bu yerga dedi. Keyin men yo'q dedim. Nimaga dedi? ISFT sizlarga hazillashadigan joy emas dedim. Yo'q, juda seriozli joy. Keyin filologiyada o'qiydigan qizlar bormi? Kirmabdi mayli. Filologiyada o'qiydigan qiz. Bitta filologiyada o'qiydigan qizni yaxshi ko'rib qoldim, chin dildan yaxshi ko'rib qoldimda, unga sevgi maktubini yozdim. Men seni sevaman dedim, biz ko'rishib olaylik dedim. Keyin ana qiz dugonasidan javob xatini berib yubordi. Bilasizlarmi nima deb yozgan? Xatolarim tekshirib 2 qo'yib yuborgan ana. Keyin ko'pchilikda savol bo'ladi o'zi, davlat oliygohi zo'rmi, xususiy oliygoh zo'rmi deb. Menga ko'pchilik savol beradi. Xususiyni bitirib qayerda ishlaysiz deb. O savol bizlar rektorga ham qiziqdi, bular qayerda ishlaydi deb. Hamma bizlardan xavotir olyapti. Keyin men rostdan o'qishni bitirganimdan keyin oliy majlis degan joylarda ishlash niyatim yo'q.
Chunki bu yerda oddiy sessiyalarni yopa olmayapman, u yoqda navbatdan tashqari sessiyalar bo'lib ketishi mumkin. Ularga ancha qiynalib qolaman. Keyin rostdan katta odam bo'lib ketsam, mana bolalarga, chaqaloqlarga aytilayotgan alla bor-ku, o'shani ayrim joylariga o'zgartirish kiritaman. Ana qo'zichog'im uxlayo, allayo deydi-ku, o'sha joyini umuman olib tashlayman. Agar o'sha qo'zichog'im uxla degan joyda olib tashamasa, hayotda naturalni barallar ko'payib ketyapti, bo'lmayapti ular. Keyin o'sha stand-up boshida aytdi, Sherzod aka Po'lat akani juda ko'p maqtadi. Ozroq kechikib qoldim, u ziyofatga kira olmadim men. Nasib keyingilarga ulguraman aka, xafa bo'lmaysiz. Po'lat akani ko'rsam, qanaqadir beg'uborlikni ko'rgandek bo'laman. Rostdan bir ko'zlar, turishi rostdan sizlarga kulgili tuyulyapti. Beg'ubor bolaga o'xshaydi. Misoli bir chaqaloqmi, begunoh, xullas detiski deya olmayapman xullas. Rostdan hamma Po'lat akaga hazil qiladi. Bularning ishi rostdan qiyin. Rostdan qiyin, tashkiliy ish degan narsa o'zimizda ham boshimizga tushib qolsa ancha qiynalib qolamiz. Uni olib kel, buni olib kel. Nima desak, institut bir organizm desak, bu kishi shu institut yuragi desak, hech kim adashmaydi. Yolg'on gap demaydi, to'g'rimi? Bemalol qarsak chalsa bo'ladi. Любой institutda yuragi, o'sha faxri yuzi yoshlar ittifoqi bo'ladi. Aka sahnaga chiqib aytgan hamma gapingizni aytdim, bo'ldi. Indamang. Bo'ldi. Rahmat, menda hozircha shular. Sog' bo'linglar.